$1950 qo'yilgan Nexia birimizni baraka bo'ldi. Okamligi, aka xayrli bo'lsin. Rahmat aka, sizlarga ham 1950 ga qo'yilgan Nexia'ni oldim. Bozorda arzon kanaliga rahmat. Kanalingizga rivoj bersin. O'sha narxga oldim. Rahmat aka, aytganingiz kelsin. Aka, xudo xolisa yaxshiligiga haydang. Xo'p, bizning kanalda kimdir mashinasini sotmoqchi bo'lsa, mana shunaqa 1,5 ming, $2,000 atrofida mashina bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsanglar naqd pul berib olib qolamiz. Buni ham $1,900 ga oldi, $50 ga labo'yli taqib mashinani tayyorlab, haydashlariga tayyor qilib berdi. Xudo xolis bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, keyin bizda kichkinagina konkurs o'tkazyapmiz. Kommentariyaga yozsanglar, nima qo'yishimizda qiziqligini. Xo'p, mashinani zapchasimi, mechkar pulutmi yoki yaxshi kiyim-kechak, zo'r qimmat kepkalar yoki futbolkalarmi? Nima qo'yishimizni ana shuni yozib ketsanglar, xudo xolisa, o'sha narsalarni qo'yib, sizlarni xursand qilib, sizlarga sovg'alar ulashamiz inshaalloh. Bizdan uzoqlashmanglar.